Kilo ayırım selamlarımızı kabul edip alığız işte hürmetli radyo dinleyicilerimiz. Yok pranik tugul selamlar. Bulgar Radyosu stüdyosundan sizge selam. Bizning radio tinglovchilarimiz da qo'shilib WhatsApp nomerini yozinglar 897859591. Do'stlar, SMS-lar ravishindagina tugul, audio xabarlarda yo'llay olasiz. Rahim etigiz. Ey do'stlar, bizning bu aralasha turgan 4-soat. Ey, hem Ilnar shunday tema taqdim etarga bo'ldi do'stlar, allergiya. To'xtali, nega Ilnar o'zi taqdim etmaydi? Yo'q, mana Ilnar oldagi kunlarda söylashganda, mana mening kibiklar bormi ekan bizning radio tinglovchilarimiz orasida da, chunki qo'ybirovlar bit solqin tiyugina deb qabul etadi. Qo'ybirovlarning o'zlarida allergiya bor ekanini biladi. Solqin tiyu bilan allergiyaning ayirmasi bormi? Ham allergiya bilan intiguvchilar orasida balki biror turli kengashlar beruvchilarda bo'lar. Men shunigina ayta olam, agarda siz sezasiz ekan sizda allergiya deymi? Mana nindidir xoliq usullari bilan davolab bo'lmaydi. Murojaat etira kerak tabibga, bilgishga, ham narsadan ekanini oshiqlarga kerak. Suzib yerga yorami. Allergiya o'yin ish tugul. Tek mana sen bit allergiya ekanini bilsang, qo'y bir kishi bit mushqiltim ali, solqin tiydi bo'lay deb yururga mumkin. Mana shu vaqtda narsalarga. To'pol mamig'i shabik kuchli. Ol bir qatı yığıntı yazsa ko'plarga ko'zlardan yoshlar chiqa boshlaydi, tushkira boshlaydilar masalan. Bola chaqalardan bolalar bo'lar, bitta kichkina bolalar. Ularda da nindida bo'lsa, toyplashlar ketadi organizmda. Vaqtida davolamasang, u xronikka aylanib qoladi, ham allergiyaga aylanib ketadi.